hamma narsangizni ertaga uyingga kelasan. Uxlamadingizmi, doda? Uyqu qayoqda? Kech bo'ldi-yu. Qariganingdan keyin xush uyqu bo'lib qolar ekansan odam. Xat. Shuni bo'yinga o'qib berarsan. Assalomu alaykum buvijon. Assalomu alaykum buvijon. Doktorlar bilan gaplashdim. Hammasi yaxshi bo'ladi deyapti. Bor mashinaga tushib tur. Aytgancha dodam sizga xat yozibdilar. Buvingga o'qib ber dedilar. Sensiz o'tayotgan har kunim yildek tuyulyapti. Qadringga endi yetyapman shekilli. Biz suyanganlarimiz bizni birin-ketin tashlab ketishirkan. Tayanganlarimiz bo'lsa o'zi bilan, farzandlari bilan ovora bo'lib qolar ekan. Bilib qarasam, eng yaqinim sen ekansan. Sen bilan qanday kunlardan o'tmadik. Sabrli bo'ling derding doim. Sen bor dunyoda meni sabr qilishim osonroqdir. Xatimni eshitasan. Bilaman. Iltimos, tezroq sog'ayib uyga qayt. Agar qaytmasang, meni ham o'zing bilan birga olib ket. Chunki sabrim sensiz hech narsaga yetmaydi. Adasi, bular bo'lmas gaplarga yuragingizni siqayotgan bo'lsam, meni kechiring. Sani ham tushunolmayotganim uchun kechir meni.